Liberal Demokratik partiyasining Xalq bilan birga umummilliy dasturi doirasida mamlakatimiz bo'ylab aholi muammolarini o'rganish, ularni joyida hal etish hamda fuqarolar bilan ochiq va samarali muloqotni ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamli ishlar izchil davom ettirilmoqda. Joylarda yo'lga qo'yilgan respublika mobil shtablari tomonidan fuqarolar murojaatlari tizimli ravishda qabul qilinib, har bir masala kesimida aniq choralar belgilanmoqda. Ana shunday sayyor qabullardan biri poytaxtimizning Mirobod tumanida tashkil etildi. Xalq bilan muloqot misoli ko'zgu. Unda odamlarning yutuq va muammolari, quvonch va tashvishlari, taklif va mulohazalari namoyon bo'ladi. Buni O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan o'tkazilayotgan aholi bilan muloqotlar misolida ham ko'rish mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, shu kunga qadar respublika bo'ylab o'tkazilgan sayyor qabullarda 14.350 nafardan ortiq fuqaro ishtirok etdi. Ular tomonidan 5.170 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, shundan 4.185 tasiga joy yechim topildi. Mirobod tumanida o'tkazilgan navbatdagi sayyor qabul ham ana shunday amaliy muloqot maydoniga aylandi. Unda 300 nafardan ortiq fuqaro ishtirok etib, 100 ga yaqin muammolarga yechim topildi. 300 ga yaqin odam har xil o'zlarining masalalari bilan kelgan. Ko'plari o'zining muammolari bilan, ko'plari takliflari bilan kelishgan. Ayniqsa yoshlardan bir yaxshi g'oyalar, boshqalar chiqyapti. Ular o'zi tadbirkorlik bilan shug'ullanish niyati, istagini bildirishyapti. Bu yerda mana tadbirkorlar, O'zbekdepning tadbirkorlari ularga yechim topib, ish o'rinlari taklif qilishyapti. Mana hozir guvohi bo'ldik, bitta qo'shma korxona 50 nafar yoshlarni ishga olishga tayyor ekanligini e'lon qildi. Sayyor qabul jarayonida ehtiyojmand oilalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Tadbirkorlar tashabbusi bilan 50 ta oilaga turli ko'rinishdagi moddiy yordamlar berildi. Shuningdek, ayrim yurtdoshlarimizga bepul davolanish uchun yo'llanmalar, yoshlarga oliy ta'lim kontrakt to'lovlari uchun vaucherlar ajratildi hamda nogironligi bo'lgan shaxslarga maxsus aravachalar va zaruriy tibbiy vositalar topshirildi. Bugungi sayyor qabulda men kredit olish masalasi bo'yicha murojaat qilgandim. Tashkilotimizni kengaytirish maqsadida, ya'ni hududlar bo'yicha kengayish maqsadini loyihasini ishlab chiqqanmiz. Bizani murojaatimizni ko'rib chiqishdi va ijobiy hal qilib berishdi. Men ushbu sayyor qabuliga keldim, iz so'rab, mana shu Mirobod tumaniga Qandolat korxonasiga ishga olishdi. Yaxshi daromad bilan muammolarim hal bo'ldi. Juda ham xursandman. E'tiborli jihati, bunday sayyor qabullar bir martalik tadbir emas, balki aholi bilan doimiy muloqot qilish, ularning dardini eshitish va muammolariga amaliy yechim topishga qaratilgan uzluksiz ish tizimining muhim qismi sifatida tashkil etilmoqda.